degan o'y xayolimdan o'tadi. Bunaqa mazali luli kabobni endi birinchi marta yeb ko'rishim rostdan ham zo'r bo'lar ekan, albatta tayyorlab ko'ring. Mol go'shti, piyoz, chesnok, buxanka, shashlik uchun ziravorlar hamda tuzni solib yaxshilab aralashtirib, 2 marotaba go'sht maydalagichdan chiqarib olamiz. Qiyma ustiga bitta tuxumni chaqamiz, yetilgunicha yaxshilab aralashtirib olamiz. Qiymani 70 grammdan qilib bo'lamiz va unni sepib, un yordamida shunaqa shakl berib olamiz. Tovaga yog' qo'yib, har taraflarini aylantirib, chiroyli qilib qovurib olamiz. Sous uchun tomat, tuz, qaymoq, suvni quyamiz, aralashtiramiz. Tovaga sariyog' solib, sariyog' biroz erigach, luli kaboblarni solamiz. Ustidan sousni quyamiz, yarim soatga past qilib dimlab qo'yamiz. Mazali mayin pyure uchun qaynatilgan kartoshka, tuz, qaymoq, anchor sariyog'ini solib yaxshilab ezamiz. Tayyor bo'lgan taomni har bir insonga alohida, xohlasanglar menga o'xshab katta laganga sutsanglar ham bo'ladi. Chetlari pyure, o'rtasi luli kabob bo'ldi. Taom tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, shefimiz Jaloliddinni va Nodirangizni duo qilib, yurakchani bosib qo'yishni unutmang. Tayyorlab yeb ko'rdim-u, tayyorlab sotsammikan deb o'ylab qoldim. Biznes uchun ham zo'r ideya ekan. Kafega borib yeganimdan ko'ra anchagina mazaliroq chiqibdi. To'liq retseptni video tagida yozib qoldiraman. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar yoki tayyorlab sotinglar. Ishni eng avvalo xamir qorib olishdan boshlaymiz. Buning uchun bizga iliq sut, shakar, dro'ja kerak bo'ladi. Apparat tayyorlab, apparamiz oshgandan keyin xamir qoramiz. Sharikchalar og'izda oson erishi uchun ona sariyog'lardan elangan unni solib, yumshoqroq xamir qorib, yarim soat davomida oshirib oldim. Oshgan xamirni o'rtacha qalinlikda yoyib, ko'rsatilgandek qilib nasatka yordamida sharikchalarni kesib oldim. Qovurish uchun tovaga o'simlik yog'ini ko'proq soling. Gazni esa pastroq qilib qo'ying. Hech qachon qizigan yog'da qovura ko'rmang. Xrustashli bo'lishini xohlasanglar, pastroq olovda qovurganinglar yaxshi. Shariklarni yog'dan ko'tarib biroz sovgach, idishlarga joylab oldim. O'shqi rangdagi shokoladni eritib oldim. Ko'rsatilgandek qilib navbati bilan siqib chiqardim. Ishonchli retsept tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilib, yurakchani bosib qo'yishni unutmang. Bu ideya menga yoqib qoldi. Agar sizga ham yoqsa, like bosib, sahifamga obuna bo'lishni unutmang. To'liq retseptni video tagida yozib qoldiraman. Nachinkasi uchun xohlasanglar banan, xohlasanglar qulpinoy, xohlasanglar malinadan foydalansanglar ham bo'ladi. Faqat bolalar, o'zimiz ham maza qilib yegan shirinlik bo'lar ekan. Idishga tuxum hamda shakarni solib aralashtirib, sut, o'simlik yog'i, birozgina asalni solib aralashtiramiz va un hamda razriqlichilni solib, suyuqqina massani tayyorlab olamiz. Qattiq qizib ketmagan tovaga qo'yamiz va ko'rsatilgandek qilib pishirib olamiz. Bir tarafi qip-qizil, bir tarafi esa oppoqqina teshik-teshik bo'lib chiqadi. 100% pishib chiqadi, ko'rsanglar bo'ladi. O'rtasiga shokolad pastasi, ustidan esa xohishga ko'ra mevalardan solamiz. Etlarni bukamiz, shunaqa o'zi osongina yopishib oladi. Shirinligimiz tayyor. Shirinligimiz yoniga trenddagi taomlardan birini tayyorlab tortamiz. Bu taom uchun chikbon tovuq go'shti mahsulotlarini olib, o'rtacha qizib turgan yog'imizda 5-6 daqiqa davomida qovurib tayyorlab olamiz. Sous uchun esa mayonez, ketchup, may to'g'ralgan piyoz hamda sho'rbodiringdan foydalandim. Tayyor pita xamirlarni olib, o'rtasiga ayamasdan sousdan surtib, ustidan aysberg, xrustashli tovuqlarimizni joylab, kiddan pomidor hamda bodringni ayamasdan solamiz. Eng ustki qismiga sousni joylab, ko'rsatilgandek qilib yopib, har ikkala tarafini tovada, yog'siz tovada qovurib olamiz. Bir zumda mazali taom tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Ishni qulpinoyni muzdek suvda chayni soda bilan yuvib tozalashdan boshlaymiz. Yuvilgan qulpinoylarimizni har birini quritib, yaxshilab artamiz va 15 daqiqaga sovutgichga yuboramiz. 32% молочный shokolad kerak bo'ladi. Qaysi shokoladdan foydalanganimiz to'g'risida ko'rsatib o'taman. Mikrovolnovka yordamida eritib olamiz. Har 10 sekundda ochasiz va aralashtirib turasiz. Xuddi shunaqa massa hosil bo'ladi. Qulpinoy botirishga qulay idishga solamiz va yaxshilab uramiz. Havolari chiqib ketishi kerak. Sovib olgan qulpinoyni shokoladga belaymiz. Bandi bo'lmasa, zubachistkadan foydalaning. Shokoladga belangan qulpinoyni siltab, chetini sidiramiz va pergament solingan idishga qo'yamiz. Zubachistkani ehtiyotkorlik bilan chiqarib yuboramiz. Endi 20 daqiqaga sovutgichga joylaymiz. Qolgan shokoladimizni meshobga joylaymiz va ko'rsatilgandek qilib ustidan siqib chiqazamiz. Yo'l tushirish texnikasini sekinroq ko'rsatishga harakat qildim. Yana 10 daqiqa sovutgichga yuboramiz. Keks uchun mo'ljallangan qog'ozchalarga qulpinoyni joylab, idishga teramiz. To'liq retseptni video tagida yozib qoldiraman. Ishlatgan barcha mahsulotlarim konditerskiy do'konlarda bor. Ko'rpaga joylab, xohishga ko'ra bezatamiz. Men kondurens. Retsept tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilib, ana endi bitta yurakchani bosib qo'ymasangiz bo'lmaydi.